O'zingizni bo'sh holatga keltiring. Butun tanangizni bo'shashtiring. His qiling, hozir siz yashab turgan uyingizni. Yashab turgan uyingiz, siz o'tirgan xonangiz hozirgi va bu xonada siz borsiz va butun atrof sizni o'rab turgan butun xonadagi har bir jarayonlarni his qilyapsiz. Shunaqa darajada yuqori energiyalardan, sevgi kanallaridan katta potokda nur tushiryapsiz. Bu nur sevgi nuri, bu nur poklovchi, tozalovchi, energiyani oshiradigan nur, mer nuri va bu nur sizni butun xonangizni tozalayapti. Hamma minusavoy energiyalardan, minusavoy mavjudotlardan butunlay tozalayapti. Butun uyingizga bu nur portallari ochilyapti va butun uyingiz, siz yashab turgan uyingiz, bino, umuman hamma atrofingizdagi bino mana shu portal tagida shunaqa katta chastota tezlikda, nur tezligida tozalanyapti. Siz buni ko'rib turibsiz, his qilib turibsiz. Butun shahringiz, siz yashab turgan tuman, qishloq, viloyat, umuman sizni atrofingizdagi hamma sizni hududingiz mana shu nur portallarida, sevgi portallarida tozalanyapti. Butun O'zbekiston sevgi portallarida, nur portallarida tozalanyapti. Butun yer shari sevgi portallarida, nur portallarida tozalanyapti. Va siz bu nur dunyolarida kichik bir zarra ekanligingizni yodingizga olyapsiz. Nur zarrasi, sevgi zarrasi ekanligingizni yodingizga olyapsiz. Sizni qalbingizdan shunaqa darajada yurakchalar, oppoq nur taralyapti. Bu nur sevgi nuri, bu nur shartsiz sevgi nuri. Ya'ni butun borliqni asl birinchi proyeksiya nazari bilan shartsiz sevgida qabul qilish ishga tushirilsin. Barcha yaqin insonlaringizga nisbatan shartsiz sevgi ishga tushirilsin. Farzandlaringizga nisbatan shartsiz sevgi ishga tushirilsin. Butunlay o'zingizni erkin qo'ying va yuqori nur portallaridan butun tanangizga katta chastotada nur taralyapti. Bosh miya butunlay birinchi proyeksiyada ochib berilsin. Aktiv holatga keltirilsin. Ko'z nuri, ko'z gavhari, ko'rish qobiliyati birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Quloqlar, asl eshitishingiz birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Tomoq birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Yurak birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. O'pka birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Jigar birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. O't qopi birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Oshqozon va ichaklar birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Jinsiy organlar birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Bachadon hammasi. Buyraklar birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Quvuq birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Har bir suyaklar birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Har bir muskullar birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Butun tanadagi qon strukturasi birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Oyoqlar, qo'llar birinchi proyeksiyada ochib berilsin, aktiv holatga keltirilsin. Butun tanangizda har bir hujayra, har bir molekula, har bir organlar, har bir to'qimalar, har bir organizmingiz, organlar sistemasi aktiv holatga keltirilyapti. Asl sog'lom proyeksiyasi ochib berilyapti. Butunlay tozalanish ishga tushirilsin. Sog'lom tana ishga tushirilsin. Sog'lom tanada sog'lom rivoj ishga tushirilsin. Eritilinsin har bir bosh og'rig'i. Eritilinsin tanadagi har bir og'riq. Eritilinsin ko'zni yaxshi ko'rmasligi. Eritilinsin har bir kasalliklar.
Eritilinsin har bir kasal bo'lgan holatlar. Eritilinsin allergiya. Eritilinsin har bir yara, chaqa, tanadagi toshmalar. Eritilinsin har bir qiynoqlar. Eritilinsin har bir azoblar. Xotira DNK gen darajasida hamma sabablar, hamma xohishlar, har bir o'y-xayol, har bir rivojdan to'xtatib turgan, har bir sizni sog'lomsizlikka olib borgan, har bir piramidalar, har bir programmalar, har bir DNK xotirasi, har biri eritilinsin. Butunlay tozalangunga qadar, nurga aylanguniga qadar, sevgiga aylanguniga qadar eritilinsin. Butun tanani aktiv holati, butun tanani sog'lom holati ishga teleportatsiya qilinsin, butunlay sog'lom holatga arxivdan chiqarib berilsin, asl sog'lik. Jarayon tezlashtirilsin, jarayon tugatilsin. Sog'lik holatigacha amalga oshirilsin. Tanangiz sovqotishi mumkin. Har bir tekislanmagan, to'g'irlanmagan energiyalar tekislansin, to'g'irlansin. Sevgi energiyalari ishga tushirilsin. Qanaqasiz? O'zingiz qanaqa his qilyapsiz?